Mana o'tirishini qarang, ha. Mana bu qiynalib ishlayapmiz. Ular kofe ichib o'tiribdi manzara. Hozirdan direktor yasab olgan. Kuni bo'yi kelib, mana bu o'tirib dam olib kofe ichib o'tiradi bilan. Gapirmang, kecha ham kelgan, u o'tirganda qaytib ketganman. Hech nima qilmasdan. Unaqa ishni men ham bemalol qilaman, lekin ishmasdan unaqa bemalol o'tiradi, ish qilmasa. Kunim bilan o'tiraman. Hech qilmaydi. Almashamiz bir kunga. Obke. Men senga. Telefon klient bilan telefon qiladi. Bor, o'tir. Men o'zim ish qilaman. Nima azza bo'ladi, kuni bo'yi serial ko'rib o'tiraman. Hey, Ilyas, suv olib kel bor. Nurdan aka, bitta problema bor-da. MDF'ga gap qo'yganda qarang, kimlar qarzimiz bor ekan, o'shani chiqarishmayapti. Rohasi hal qilamiz. Hali ichingda qaniyarani puli qatda, nima qarzimiz ko'payyapti. Pulimiz yo'q-ku, qayerdan to'layman? Nurika srochniy, mashinkalarim sinib qoldi. Kechqurun zakazdan chiqarib olishimiz kerak. Nima qilamiz? Hozir hal qilamiz. Qanisi? Suv qani? Suv tugadi, kunlarga hech kim suv zakaz qilgani yo'q. Instagram profillarini bloklab qo'yishibdi, bilin. Ha, Nurik, qanday ishlar? Xo'p. Yomon qiynalib ketdim, bor. Ishimga qayta qoldik. Yo'q, yana 1-2 kun berma. Ana o'tirib. Yo'q. Dam olaman. Hozir ishimni qila qolaman. O'tiring. Bor. iPhone ham tashab ketdi. Agar sizlar ham rahbarlar hech bo'la ish qilmaydi deb o'ylasanglar, adashasizlar. Rahbar ko'zga ko'rinmaydigan ish qiladi. Hey, borishlaring qalay?